Allohga hamdlar bo'lsin, Rasulimizga durud salovat bo'lsin. Parvardigor bizlarni shu yerga jasadimizni olib kelib qo'ygan Parvardigorga hamdlar bo'lsin. Tanlanganlarning ichida tanlanganlar bo'lib, shu yerlarga aziz mo'tabar joylarga Parvardigor bizlarni kelishimizni, ibodatimizni oson qilib qo'ygan Parvardigorga hamdlar bo'lsin. Parvardigor bu yerlarga kelib istiqomat qilayotgan, musulmonlarga yordam berayotgan mo'min musulmonlarga Parvardigor o'zining dargohini kattaroq ochib qo'y. Ana endi ehson qiluvchilarni ham ko'paytirib qo'y. Ravshan Odilga ham rahmatimizni aytib qolamiz. Hazrat aka quvib yuribman, administratsiyaga nomeringizni tashlab berdim. Bir marta siz bilan qo'l berib ko'rishlikni Allohdan so'rayapman. Mana hozir o'zbek oshxonasida o'tiribman. Har kuni haramdaylik. Bugun endi istimamiz ko'tarilib ketib qolib, tusha olmadik haramga. Bilaks siz o'sa tushibsiz. Alloh ibodatlaringizni dargohi ilohida husn ma'qul qilsin. Qilayotgan xizmatlaringizga Alloh quvvat, nusrat ato etsin. Parvardigor mehribon ekan o'zi. Haramayn sharifni bizga makon qilib berganga hamdlar bo'lsin. Bu yerda rizqimizni barakatli qilib bergan Parvardigorga hamdlar bo'lsin. Mana oldimda Muhammad Umar Qori biyli xudo xolasa Ramazon sharifda Ka'ba mukarramada shu bo'ladi. Inshaalloh tarovihlarni eshitamiz, orqasida turamiz xudo xolasa. Asaka shahridan Abdurahim Qori akaning shogirdlarimiz. Qori akam omon bo'lsinlar. Umrini, rizqini ziyoda qilib bersin. Islom dinida qilayotgan xizmatlariga Alloh o'zi ajr ato etsin. Alloh o'zi yaxshi berguvchi. Xudo xolasa Ramazonga biz inshaalloh qorilar kutib olamiz. Va shu yerda Alloh qodir qilganicha alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi.